Bu yer burunqi güzel yaylaqlarni buzub, köçmän Xitaylarni makanlaştırış üçün yenidən özləşdirilayotgan boz yerler idi. Meydanni biz tayyor qilatdiq. Andın Xitaylar köçüp kelip makanlaşatdi. Yana bu yerler üçün nihoyat cho'ng bir suv ombiri qurishmi bizlarga yüklendi. Ba'zi amaliy ishlarga qaraganda bo'layotgan keng ko'lamlik tutqunlarning ikki tarafi bor edi. Biri Xitay kommunistleri yarılışıdan sadist bolğunu üçün qanunsuz mevcutluqni his qılanmaydı. Küreş degeni amaliyatda insan qani demek idi. Küreşsiz aktivlarning ruhini urg'utqili, düşmansiz aktivlarni safarbarlikka keltirgili bo'lmaydi. Bu psixik kayfiyat yaratish uchunmi keraklik edi. Yani bir tarafdan Harvardda to'shqan elish fazilatini joriy qilib, jinoyatchi nomida bekorlik emgak kuchi yaratish shumluqi edi. Şunun üçünmü haddidan aşqan şekilde keng ko'lamlik tutqunlar bo'lib turardi. Yaqin atrofimizda harbiy gazarmalar, ish qur qismlarining qurolliq dehqon Xitoylari bor edi. Maydondan qochish mumkin emas edi. Yaqin atrofdagi yotoqlarimizdan piyoda, mashinalik bo'lib kelib ishlaydik. Oqshimi yana shundoq qaytardik. Ba'zilar bak yiroqda bo'lsa, mashina bilan to'shilatdi. Ularning turalg'usi yaqin bo'lsa, piyoda qator qilib yolab kelishadi. Bu intayin cho'ng lager bo'lg'ashqa, tonish bilishlarning hammasiga bu yerda uchrashdik. U chet bu chetga ko'z yetmaydigan bu yayloqning atrofiga joylashgan mahbuslar, so'loqxonalari o'xshamagan cho'nglikda edi. Ba'zilarida 200, ba'zilarida 500 gacha mahbus qamalgan edi. Bu so'loqxonalardan emgak lageriga kelib, mushu cheksiz ketgan yayloqni ko'chman Xitoylar uchun etizliqlarga aylantirishimiz kerak edi. Suv ombiri qurishimiz kerak edi. 10 ming qadar odam to'plangan bu lagerdagi mahbuslar uchun so'loqxonalarda turalg'ularni selishqili ulgurmayla 50 dan odam birla yotadigan uzun gamilar qazilib, Zemlyanka deb ruscha atiladi. Aldirab tenab usti cho'mkelgan edi. Yoz kunlari odamning ko'pligidan gamilarda nafas olmoq mutas edi. Uning ustiga turli hasharotlar, qurt-qo'ng'izlar ichimizga kirib elib, tenimizni shurkundiradi. Yomg'irli kunlarda putlarimizda elib kirgan patqoqlar yotoqlarimizgacha keladi. Yotoqni toza tutish mumkin emas edi. Ba'zida ustimizga yomg'ir tomchilaydi. Ba'zida gami ishikidan yomg'ir suvi oqib kirib, yotadigan o'rnimiz laylab qoladi. Qish kunlari gami ishiki teyilg'oq bo'lib ketib, bir teyilish bilan o'ngda tushib, serilgancha o'tturdagi birining yotiqi ustida to'xtaydik. Acharchilik bu yerda texmi qattiq o'zini ko'rsatgan edi. 100 gramlik bir dona qo'noq mo'misi bilan ashu eg'ir ish maydonida 10 soat ishlashga majbur edik. Tushlik tomoq vaqtida turalg'uga qaytib, yana kelishga vaqt ko'p ketadi deb qaralg'achqa, ish maydonida sovuq suv bilan heliqi bir tal mo'minli yeydik. Shu arada bir oz dam olish fursatimiz bo'ladi. Tonish bilishlar, boshqa qamoqxonada yotadiganlar mana shu tushlik tomoqdan eshib qolgan vaqtda o'zaro paranglashib oladi. Odam bek ko'p bo'lg'ashqa, ashu bir maydonda ishlaydigan turibmi, ba'zilarni yillar o'tganda ma'lum sabab bilan uchirtib qoladi. Uchrashib bir ko'rishgandan keyin o'rnimiz ma'lum bo'ladi. Ondan davomli izdishib, gaplashib tura oldik. Tushlik tomoq yeydigan yerimiz bir ish qur qismlarining yotoqlari, oshxonalari joylashgan yer edi. Bu yer ularning ma'lum rotasining turalg'usi va markazi edi. Biz bo'zya ichiyotgan yayloqning bir tarafida burunroq ichilgan va o'zlashtirilgan etizliqlar bor edi. Bu yerni Xitoylar teriydi. Ba'zi hosul mavsumlarida Xitoylar yetishmasa, jinoyatchilardan emgak kuchi ariyatga oladi. Bu yerlar shunchalik munbat ediki, ko'nalarning ta'birida odam terisimi ungudak deyiladigan yerlardan edi. Bahar yoz oylarida dalaning go'zalligi ko'ngilga qandoq go'zal hislarni keltiradiganligini tasavvur qilolmaysiz. Sap-seriq ichilgan mamkop gullari va havorang ichilib ketadigan pichan gullar bu yerni haqiqatan bir gulzorlikqa o'xshatib qo'yadi. Biz ana shu rangarang gullarni qo'mirib, tabiatning yeshilligini buzib, Xitoy ko'chmanlar uchun yer ochatdik. Havo illiq bo'lgan bahor va yozda bu keng dalada qiyg'itib o'ynag'un keladi.
Ammo biz har qadamni ruxsat bilan besishga majbur mahbuslar edik. Açarçılıq bək eğir boğaşqa, biz hətta şundaq arzu qılatdıq. Bir qaytım toyğudək tamaq berib, andın hağıcı usumu məyliydi. Bəzi iradəsiz kişilər asanlı kerekdən çıxatdı. Bəzilər düşlük dəm elişdə olturğan yeridən turğulu unumaydı. Mağdursuzluqdan xuş yaxmaydı. Keyin jeni qaşıyıb, cahilliqi tutatdı da, qinili vəgəndən görə ölüplü qutulay degan yerga kelib, yetipli balatdı. Şundaq qilib, Gundupayla hağıcı dumbalab, harvığı besib elib ketətdi. Şu ketkençe onu qaytı köməydik. Bundaq tayaqda u çoqum ölətdi, yoki keyinroq ölətdi. Bək jeni çiң bolsa, meyip bolup saqqalatdi. Bundaq meyipla ailesi bolsa, ailesiga berilətdi. Bo'lmasa, ko'chaga tashlab etilətdi. Andın u ömür boyu ko'chalarda ömüləb tiləmçilik qılatdi. Jeni qaşayğanlarning qarşılıqı daimli bo'lib turadi. Qarşılıqlar ba'zida butun maydonga kengayish ehtimoli bo'lib qolsa, darhol qo'shni gazarmadagi askarlarga xabar beriladi. Askarlar xuddi hujumga otlangandek tezlikda yetib kelib, qarşılıqlarni qonliq shaklda bostiradi. Qarşılıq qilg'uvchilar rahimsizlik bilan urilib, qo'l-putlari keshanlanib, qorong'i uy jazosi uchun elib ketiladi. Bundaqlarmi asosan qaytib kelmaydi. Bundaqlarning o'lib ketganlari bo'ladi. Ammo ba'zilarning deyishicha, bularni boshqa maydonlarga yo'tkaydi ekan. Bundaq tabiiy kemiyishlarning o'rnini to'ldirib, yangi jinoyatchilar kelib turadi. Chunki emgak kuchi ehtiyoji xuddi bo'ri bilan qo'zichoq masaladagi bo'rining qo'zig'i to'qigan gunohida kulkilik gunohlarni ishlab chiqarishga elib boradi. Shuning bilan birmuncha qiziq mahbuslar to'pqa etiladi. Ularning gunohi nima edi? deb so'rasangiz, ular o'zimi bilmaydi. Oliy maktab o'quvchilari uchun bakli echinatdim. Ular texi o'qiyotgan yosh notalar bo'lg'ashqa, yoshlari mening o'g'lim qadar bo'lg'ashqa, ha degandili ko'migan o'g'limga o'xshitib, bir xil mehr qalbimda o'rkashlaydi. Ularni quchoqlig'im, mahrum bo'lgan ota mehrini yetkizgim keladi. Ular bilan yana ularning qiz savoqdoshlari bo'ladi. Ah, nobud bo'layotgan millatning holidan ko'rib, ichim ochiqqa to'ladi. Cho'chakdagi isyonning qatnashquchilaridan ba'zilari bu yerda edi. Milliy armiya qalduqlari, sovet parastlar, ya'ni hamma tabiqati biladi. Mana shularning ichida men yana Hamid Turdi bilan Matqosimni uchratdim. Matqosimni ko'rganimda ko'zlarimga ishonmayli qoldim. Bu o'qimagan sodda yigitning nima gunohi bo'ladi-ki-na? Gerçi u mendan bir necha yil yosh kichik bo'lsa-mu, uni xuddi o'g'limdek bir xil mehr bilan uzoq quchoqladim. Ondan tilim gapga kelib, "Sizga nima bo'ldi?" deb so'radim. Qisqartishqa askardan qisqartib, traktor zavodiga ish chiqib bergan edi. Ko'nglim bir turlik tatmay yursam, cho'chakdagi sabdoshlardan bir xabar kelib qoldi. Bizninkilarning hammamiz cho'chakda to'planyapmiz. Ustimizda zununkan bor. Senmi kelamsan deyishdi. Ya tavakkalloh debli ketdim. İşimiz əpləşmidi. Tazğı tangatqan nədi bu deb, qachon işimiz o'nkagan deysiz. Mana shundoq qilib ba'zilar qochdi, ba'zilar shahid bo'ldi. Bizning rizqimiz bor ekan, mana so'rilib yurimiz, dedi u kulib. Go'yo hech ish bo'lmagandek jushqun kayfiyatda. Uyga berib kelamaganmidingiz yoki texi nisib bo'lmaganmidi? Dedim ya, azaldan ta'lim o'qaj, berib kelishga hech o'nkamagandi. Voy isit, onangiz, ufqularingiz nima bo'lib ketgandi? Shundanga, siz qaysi qamoqda? Ha, shundaqmi? Men sizni hech ko'rmabdiman amsa. Menmi shu yerda? Odam ko'p, har kim o'z g'imida shu. Endi ko'rishib turayli. Uning bilan hatto bir solaxona ekanmiz. Bu eng cho'ng, eng odam ko'p birsi bo'lg'ashqa, uni haqiqatan ko'mabdi ekanman. Keyin uning yotiqini bilib oldim. Oqshomlarimi gaplashgudek hamrohim bo'ldi. Tush vaqtlarimi bir yerda o'ltirib, heliqi bir talli seriq qo'noq mo'misini birga yeydigan bo'ldik. Keyin uning sababi bilan yana bir yosh do'stimiz ko'paydi. Uning sababi bilan deyishim, u oliy maktab o'quvchilaridan Mehrigul ismli bir qizga qanot so'rab qopti ekan. Qarang, muhabbat, ko'ngil deganning turmi bilan nima ish ekan? U qizga surkilib yurib, uning o'g'il savoqdishi Almas bilan tanishishga to'g'ri kelibdi.
Aslida Matqasimning Mehrigulga sürkülüp yurishi saboqdishi Almasqa har kepti. Şunun bilan uni adablab qo'ymoqchi bo'lib, o'ttirg'i chiqqanda bu jidalga men aralashib qoldim. Mehrigul bilan Almas ikkisi g'uljuliq bo'lg'ashqa, Almas Mehrigulga igdorchilik qilishni o'zining burchi deb o'ylaydi. İkkisini birga o'ltirg'izib, bir-birlab gap so'radim. Kimliklarini bir-biri anglasin deb Matqasimninkini yangidan so'radim. Her ikkisi qisqacha tarjima holini aytishdi. Inim, siz millatingizning ozodligi uchun bel bog'lab chiqqan bir azimat ekansiz. Bu akangiz milliy armiyamizning sharafli jangchisi ekan. Yana texi cho'chakda ikkinchi qatim inqilobga qaytilgan yerdan tutilibdi. G'oyanglar bir ekan, maqsadinglar bir ekan. Amdilikda qismatinglar bir bo'lib, dushmanning tutqunligida bo'lib qoldinglar. Mana mushu o'xshash taqdir. O'xshash qismat ichida turib, bir-biringlar bilan urushsanglar, do'stga tapa, dushmanga kulki bo'lmasmi? Dedim. Almas beshini selib o'ltirib ketdi. U degan oliy maktab o'quvchisi edi-da. Bunchalik rejini tushunguchiligi bor edi. Payli shayton. Uning ko'nglini bir oz ko'tarib qo'yish uchun qo'shib qo'ydim. Sizning qilganingiz ma'lum nuqtadan olganda to'g'ri. Azaldan kelayotgan udum shu. Mahallangning qiziga boshqa mahallaning bir yigiti qanot so'risa, g'ururingga tegidi. Haddini bildirib qo'ygun keladi. Qilganingiz mana shu jumildan. Ammo o'ylab ko'rdingizmi? Qizlar baribir birisiga yotliq bo'lishi kerak. Yigitlarmi o'ylanishi kerak. Agar Mehrigulda o'zingizning ko'zi bo'lmasa, uningga Matqasimdan uyg'un kim bor? Bu bir jangchi, o'z armiyamizning jangchisi. Mehrigulda mening ko'zim yo'q, ammo u qizning holi cho'ngroq. Bilmadim Matqasimni yoritam degan. Men gaplaringizga qoyil bo'ldim. Endi men Matqasim bilan jon-jigar akufga bo'lishga qo'l beraman, dedi Almas samimiylik bilan. Hatta bo'lsa u qiz saboqdishingiz bo'lgandikin sizning gaplashish imkoningiz bor. Bu qulayligingizdan foydalanib Matqasimga yordam qiling. Uning bir sharafli milliy armiya jangchisi ekanligini, bir inqilobchi ekanligini tushuntirib tonishtiring. Bu ikkisining ishini to'g'ri hal qilib qo'ysak, bir yaxshi ishni vujudga chiqargan bo'lamiz. Balkim uning yashini bek cho'nkan damikin deyman. Ammo bu uning xatosi emas. Uning echinishli hayot hikoyasini o'zingiz angladingiz. Uningga balduroq o'ylanish fursatini taqdir bermagan to'sa, uni yaratmaslik kerakmi, echinish kerakmi? Dedim yana. Demisimi Matqasim 40 yoshga kelib qolgan edi. To'g'ri, bu tarafini o'ylab ko'mabdiman. Mana shundoq qilib uchimiz bir yerda o'ltiramiz. Hol ahvol so'rashib turamiz. Bundoq bir muhitda, bundoq yaqinlari bo'lish bir omad desimi bo'ladi. Bilamsiz, turmada yo'lsizliklar ko'p. Bo'zakni bo'zak qilish umumiy. Hatto bari yo'q shu bir mo'mangni bo'zak qilib tortib oladiganlarmi chiqadi. Shunga bir-biriga ha-hu deydigan bir to'p bo'lib elish har kimga nasib bo'lavermaydi. Mana shuning xosiyatida biz hech kimga bo'zak bo'lmaydik. Buni ko'rgan barliq ojizlar bizning to'pimizga sig'inishga boshladi. Bu hol yana menga tutqunlar orasida nopuz qozondirdi. Akşamları fursat tepib, uxlashga pushtak chelinguncha Matqasim bilan gaplashib o'ltiratdim. Milliy inqilobga doir hikoyalarni anglashga bakmu havasim bor edi. Ilgari buni Muhammad Qari aytgandan anglaman deb tirishgan bo'lsam-mu, bu tantak do'stim tuzukroq amaliy bir hikoya so'zlab bermasdan, hadabla maslak, ko'z qarash tushundirib, meni kommunistlarning ulug'ligiga ishondirish uchun kuchab tishimga tekkan edi. Amaliyotda uning bilan birga bo'lgan vaqtimizmi bir-ikki qaytim. Har qaytimda birer soatcha bo'lg'ashqa fursat bo'lmadi desam bo'ladi. Hamid Turdidanmi to'g'ri bir gap anglash tas edi. Ilgari umi kommunist tashviqoti tarafga eg'ib ketib degan yerimdan chiqolmaydi. Endi bo'lsa bo'shangliqidan hech narsaga hapsilisi yo'q edi. Qoldiki, mana endi bu orzuyimni Matqasimdan qondirishga tirishdim. O'qimagan sodda yigit. Maslak-paslaklardan xabari yo'q. Xitoy zolimmi? Zolim. Uningga qarshi turish kerakmi? Qarshi turish kerak. Uning biladigan rejisi mana bu. Oddiy va ishonchlik. Matqasim tamoq vaqtida doim mening ko'chlab so'rashlarim bilan armiyadagi kunlaridan hikoya qilib beradi.
Taki Maytağdan qaçqandan tatib, Ақсу urushi va vaqtsiz chekinish, ilg'i qaytib kelgicha. Mən bu hikoyalardan milliy ruhqa oid nuqtalarga diqqatim qo'zg'aldi. Uning hikoyalaridan uqqanlarim shular edi.